Ömürbaşı ustadımızdan aytkan dastanlardan bir ekimiz aytip bereyik. Ana bir sebepten Adil Şah'tan düşmanları hıyanat kılıp, Ayparçanın kundaşları hıyanat kılıp, To'sam ama Xaliyar degan çalığa berib, iki bachani qo'liga berib, qo'liga pichoq bilan bir changal paxtani berdi, Alpar tog'a olib borasan, ikkovini qo'yib kelasan degan edi. Shunda Xaliyarchan Alpar tog'a borib, iki bachani xo'rjindan chiqarib, qanjalab qoldi, shunday so'yay desa, bir-biridan chiroyli, bir-biridan ho'shray. Ay desa, og'zi bor, kun desa, ko'zi bor, desa, o'zi bor. Bir-biridan chiroyli, bir-biridan farishtali. Shunda hammaylar taqdirdan bor ekan deb pichoqni qayrab kelib solayotib, lekin Xudoning karamati bilan chappa pichoqni yuzi chappa burilib qolayotirdi. Mana qayrab solayotib, sog'ana o'tmadi, buni qayrab solayotib, bari o'tmayotir. Shunda boboning ham ashuv keldi, qahri keldi, jilanda zari keldi. Toza jonima tiding darsan bo'lding deb, endi shu mana o'larsan, shu yerda qarib hozir bo'lib qolarsan deb qo'liga katta tosh ushlab. Pishmishlab iki bachani ustidan kelib shunday toshni taylayman deganda hali iki go'dak ko'zi ochilgan yo'q. So'mchilarga xosirab, bobosiga qarab, ko'zini yoshtirib qarab, "Bobojon, bizni o'tirmada bir ko'z gap so'rab turmayapti." Akılatta tanda candan karnım var Baba canım mihribarım birman karağına Kulak saksan ayta kılan arzım var Ay sargayt bağın ayday boğan yüzlerdi Katlarganda hürmet kılayır sizlerdi Bir sayıp kaldırmağın cüret egen izlerdi Baba canım rahim eyle iki güdek Bir acel götürmeyin bizlerdi Kelmedik de baba canım birge Mingar atımız boldu da yorga Kamçı değmey çağır çıktı da örge Duşar bolduk marsıldayız zorga Baba canım rahim eyle iki güdek Kulaya Kun kırmayın artık bağım bizi görgeye Yaray seni körüp gödekler taba kuymayma Mihribanlık kılsan Xuda seni suymayma Baba canım öldürmeler yekip gödekte Xudaya Oylağına kıyamatım kıymayma Baba canım yelden koymun tokmaydı Ottanıma yaşıl neyley olmaydı Yel altında birer koyul tokmaydı Ya gel götürmenin yekim berçanı Baba Bir ahmet kılmağın uyda balan yok mıydı Ay kabatımızda turasan Bizge odap berasan Kolumdağı taş bilen ne sebepten uğrasan ay Baba canım rahim eyle iki güdek Dünyaya Oylamadın ha o dünyada kaytıp cevap verirsen ay Ay günah olsa günahımızda sorayık
için babasına korayla ölmesen bir gün gününe carayla Zangar yelge yana qaytib barayın Bir agar o'tirmagin iki go'dakda Babay ay Agar o'tir tom maqsharda seni ko'rayli Ay sanaman barayın o'ynab o'tsan xonama Dard bermaydi xudo bergan bunday tenama Abi agar o'tirmagin iki go'dakda Xudoy ay dunyo Yesanaman bizda opar oyparchada yeramay Shunda haliga xaliyarchal javatini ushlab, manglayga ushlab, ko'zini jashlab, hay attanga bir kunday chaqaga shunday tili zabon ata qildimi? Zulm palaga kampirjon mana paxtani olib kelib yekib akani shu yoqda so'yib ketdi. Ana to'samama, xursam bo'lib ketaversin, gapni shu yerda bir kiyik bor edi, qanotdan qayrilgan edi, tavandan qayrilgan edi. O'tgan yili shu Odil shohning dastidan merganlarning dastidan ikki bolasidan ayrilgan edi. Shunda jonivor keyin yelni sutga to'lib, qotdim pasida, soyada yotib Allah yod etib, faryod etib, Xudoya pakazam parvardigar eganman. Dunyoda odamzod ham jonivor jonzotni yaratdim. Lekin bu Odil shoh begunoh ikki bolamni otdi. Qondirg'ish qilib ketdi. Shu qotib ostida qolgan karamadingni ko'rayin. O'lmasam eson-omon yurayin, shu odamzodning bolasidan ayrilganini o'z ko'zim bilan ko'rayin bu xabarayam 6 oydan beri qarg'ab yotgan edi. Shunda ikki go'dak xalayarcha jo'nab ketgandan keyin kunning isida azillab jilayverdi, bularning tovushi tovuq tashlarini buzib ketaverdi. Shunda jonivor keyin ochilib gul to'lmasin, ajal payman to'lmasin. Nomada shu qiynalagan ikki go'dak meni haligi ikki bolam bo'lmasin, bo'lsa ham ochdan o'lmasin. Jonivor yenada hayvon bo'lsa ham joyidan turib ko'kragini kerib, rizqini terib ikki bolaga mehr berib. Shunda ana keyin shunday chava-chap go'daklarning oldiga kelayotgan edi, shunda oldidan bir qaqajon degan jalmovut kampir urab, jonivor keyiga, sen odamzodga yoshlik qilma, odamzod bunday bo'ladi, shunday bo'ladi deb odamzodning ustidan haligi bemaza kampirning g'iybat qilib turgan ekanda. Hazil bilma mening aytqana so'zimni Ay shaytonlar bosdimi bosara izimni Tanishtiray qoqajan deydi o'zimni Bu dunyoda savob ishlar qilayina Xulos olsan senga xizmat qilmoq lozim diye Gapimni ko'nglinga olib olmadim Bu dunyoda yolvora sen bilan o'lmagin Ay mening gapimni hayrona qolmagin Berma qara bo'yg'onangdan jonivora Meni desang shu odamga yoshlik qilmagin Hajga ketdi bugungi kunda yeshani Farzand bo'lar odamzodning nishoni Yeshani duo bersa chechilar murata kishani Meni desang katta bana shu bachani Shu go'dakning otasi bolalarim dushmani Qo'yilib bugun
Uzaqa qaraba görməyinə Onlarga sütünə verməyin Bir yaxşılıq qılayın da hayvanzata Balandan ayrılıp keyin azap görməyinə Harmanmadan ayqımlağa muhabbeti Erganlardan peli koyan ketmedi ya Kolga mıltığın alıp balalarına muhabbeti Adır şarttan tarifayla yanı var Balaların kanır göçküp gitmedi ya Alkış yaşında